Salom do'stlar, bugun men sizlar bilan Zodverse kanalida Zodi bo'la. Bugun men bugun qashqatqish tuzoqlardan o'taman. Singlim boshlab ketdi. Kanal zo'r singlim boshlab ketdi debman, boshlab yubordi. Biz ham chiqishimiz kerak. Uy, shunaqa narvonlarni juda yomon ko'raman. Nima men chiqaverlar. Ay, shoshma, men ham chiqaman. Uy, qandoq chiqsa menda. Uy, tushib ketma. Uy, chiq. Vah. Qara singlim, nima bo'ldi? O'tish kerak. Men o'tyapman. Kim birinchi borsa o'sha. Hayrat, yomg'ir bor edi, shuning uchun turib qoldi. Xo'p, men bular o'zimga olaman. Endi hammasini boshdan boshlaysan, uka. Men singlim kutib o'tirmayman. Voy, Boymurod, Satnazar. Mayli, men singlim kutib o'tirishga majburman. To'rga kirdim o'zi. Men shu yerga singlimni shu yerda kutib o'tirishga majburman. Chunki biz hisoblash bo'lganmiz. Ikkita Boymurod unga, Sachnazar menga yoki Sachnazar unga, Boymurod menga. Bo'ldingmi? Chiqolmayapsanmi? Lo'qsan. Mening zo'riman baribir. Ya chiqdi. Kallang o'rniga qaytib tushib ketding. Qani. Olg'a, uka. Yana chiqdi. Astagfirulloh. Ana chiqding, chiq. Nima bo'ldi? Sen chiqorsan. Ana ko'rining kallang o'rni. Молодец, qani sakra. Молодец. Keling. Ke, tez bil, mag'lubsan. Ke. Men ungacha bu yerga sakrab turaman. Sakrashing kerak. Shunga normalniy sakra. To'xta, men qochib turaman. Sakra. Voy, yaxshi. Men sandiqdagi narsalarni ol. Sandiq qolmas. Ana sandiq. Ol, narsalarni ol. Kiyib ol. Giy. Молодец. Qo'ygani bizga. Yur. Ketdik. Bitta cho'chqa menga, bitta senga. Boymurod. Chiq, tez bo'l. Chiq. Vah, yomg'irni boriga shukr der. Rahmat de. Rahmat aytishim. Men rahmat deysan, yomg'irga rahmat de. Ana qurbonni ketdik. Men bu cho'chqalarni o'ldiramiz. O'zi jonim kam. Qoch. Kim yordam bersang-chi? Yordam. Ikkalasini ham o'zim o'ldirdim. Ayoldan tushdi. Kel. Xo'p, demak, bu yerda biza sandiq topishimiz kerak. U sandiqning ichida fake, ya'ni yolg'on sandiqlar ham bo'ladi, lekin u haqiqiy sandiqning ichida olmos bo'lishi kerak. Men birtaga topib qo'yaman. Kelaver, menga farqi yo'q. Biz sandiqni topishimiz kerak. Agar adashmayotgan bo'lsam, Mr. Deadpool kanali a'zosi Jahongir sandiq ko'ringandek bo'ldi sandiq. Mana shu yerlardami? Mana oldimmi? Fonarik kerak ekanda. Sandiq bo'lishi kerak edi. Mana buni yo'q qo'ysak, undan yaxshi. Qiziq, endi men shuncha Jahongir endi qayerga qo'ygan ekan sandiqda?
Uy. Men bu yoqdan keldilar, bu yoqdan chiqdim, mana qochay, men qidirishim kerak uni. Ben bir yolda kaldım. Yoshmaki. Sandiq. Yo, agar fake bo'lsa, fake emas, do'stlar, buni ko'ringlar, men legendaman. Olmaz. Men legendaman, do'stlar. Do'stlar, hammaga xayr, do'stlar. Men sizlar bilan Zodverse qisqagina videomiz shulardan iborat edi. Biz nima Deadpool, ya'ni ikkinchi kanalim a'zolaridan biri Jahongir bizga yasagan tuzoqda biz chiqdik va albatta sovrinimiz olmos bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar.